O'sha Instagramda millionlab prosmotr yig'ib beradigan bizlarga va uni orqasidan juda ham ko'p sotuvlar bo'lgan вечерний ko'ylagimizni men sizlarga tiniq holda hammasini podrobnosti astaroq obzor qilib beraman albatta YouTube formatida. Videoni oxirigacha ko'ring, men sizga oxirida narxi bilan va undan tashqari bonuslar bilan birgalikda obzorni qilib o'taman. Plus bitta like bilan bitta podilsani bosib qo'ying bizlarga podдержка uchun. Ushbu ko'ylakchamizni eng zo'r afzalliklaridan bittasi bu albatta buni dizayni, tikilishi. Ko'ryapsizlar, qanaqa pishni, qanaqa keng, kattagina. Bo'lmasa bu hozir qo'limdagi razmer, sizlarga yoshni aytib o'taman. 2-3 yoshni razmerchasi mana. Mana shu tarzda bo'ladi. Razmeri 2-3 yoshni, lekin pishnisi bitta kafelan bu olmush bo'lsa, buni pishnisi 80 bo'lyapti primerni. Juda ham pishni va kattagina bo'ladi. Tagidan 3 qavatlik obruch bilan qilingan. Undan tashqari matosini ko'rsatib o'taman. Matosi sifatli atlas matosidan tikilgan, ya'niki yumshoq va bir sira kiygandan keyin katushka bo'lib ketadigan mato emas, sifatli matodan qilingan. Undan tashqari mana bu ukrasheniyalari. Ukrasheniyalarni har bittasi mana bu yer полностью qo'l mehnati asosida tikiladi aynan shu ko'ylakka. Juda ham cho'lcha lekin dizaynda to'g'risi. Undan tashqari ham bu tomonlari ham bor. Yelka qismlari, yelka qismlarini необычный dizaynda qilingan. Xuddi boshqa mana bu yerdagi ko'ylaklardek fonarik emas, skladkachalik, необычныйcha fasonda qilingan. Yelkadan tushib turganda juda ham chiroyli, effektivni va bogatvichini berib turadi. Ikkitala tomoni ham xuddi shunday. Farzandingizni birozgina gavdichalari bor yokida ariqchalar. Bu uchun ham bu ko'ylakda yechim bor. Orqalari mana bunaqa korsetli qilib ishlangan bo'lib, farzandingiz jasadli bo'lsalar ham, farzandingiz ariqcha bo'lsalar ham birdek to'g'ri keladi. Chunki siz buni mana bu orqa tomondan regulirovka qila olasiz o'zingizni farzandingizni bellariga albatta. Va mana bu pastki qismi ozgina zamovchikacha bilan kelgan. Buni mana bunisi qarang, prinsessalarning effektini beradigan, malikalarning effektini beradigan, bu albatta xuddi shuni shlefi bo'ladi. Orqachasi ozgincha shlefcha qilingan, fasha chiroyli ko'rinishi uchun. Uni ko'ryapsizlar qanday chiroyli? Mana. Orqada shundoq qilib o'tadi-ku. Fasha chiroyli ko'rinadi. Buni undan tashqari restoran ichida kiygizasiz-ku. To'g'risi shunaqa chiroyli ko'rinadi, bogat vid beradi albatta. Ushbu ko'ylakchamizda rassetkalari ham juda ham ko'p. Mana bu o'zi qo'limdagi bordoviy rassetka bo'ladi. Bu bordoviy rassetkachasi. Mana bu yerda qizil rassetkalari bor. Bular hozir yangi partiya kelgan. Biz teryapmiz hozir bu yerda. Mana bu qizil, oq rassetkachasi, rozoviy rassetkachasi, yashil izumrudni eng haddavoy sotgan rassetkamizdan. Bu yana bitta qizil, qora, xuddi shu bordoviy boshqa nusxadagi. Ko'ryapsizlar, nusxasi har xil. Mana buni usti toshlari boshqa, buni toshlari boshqa. Buni toshlari har xilida keladi bizlarda. Oq, bizlarda boshqa nusxa bilan, izumrudni yashil, yana boshqa nusxa bilan, temno-siniy bu yerda va mana bu yerda fioletoviy, sirenevicha bor mana bu. Sirenevicha rassetka. Undan tashqari har zamonda har xil mana bunaqa yangicha dizaynlar ham kelib turadi. Bu dizaynchasi o'sha organza mato bilan tikilgan modelchasi, o'sha boshqacharoq dizaynda. Undan mana bu model ham bor, kapronoviy. Bu kapronoviydan ham bor, mana bunaqa oqidan ham bor. Bular o'sha yangilangan model bo'lsa agar, probniga keladi. Agar yaxshi zo'r sotilsa agar, yana paftor keladi. Ichida lekin baribir shu modelchasi. Wow to'g'risi. O'zimga yoqadigan rassetkalar esa ichida, mana bu izumrudnisi, to'g'risi juda ham chiroyli rassetka va bogat rassetkalardan. Bu rassetkadan biz eng birinchi zo'r sotganimiz, eng ko'p sotgan rassetkalarimizdan bittasi hisoblanadi. O'zi bu ko'ylakdan shu yilni o'zida plus minus agar hisoblasa agar primerna hozir sizga aytaman. Plus minus juda ham chiroyli ko'ylakcha. Modelchasida esa 350 yoki 400 ga yaqin yana shtuk kelyapti. Bu partiyada o'sha yana bitta partiyasi bir haftadan so'ng keladi. Xo'sh, ikkinchi yoqadigan rassetkasi bor menga. Zolotistый rassetka, o'z bu yerda tugagan, juda ham chiroyli bogat rassetka, tillarang rassetkachasi, tillarang. Shunaqa chiroyli eng hadoy sotiladigan modellardan. Tillarang rassetkasi. Keyingi rassetkasi esa u qizil bo'ldi. 3 ta yoqtiradigan rangi mana shulardan. Qizilchasi. Juda ham chiroyli rassetka, bu qizili ham turadi. Qizchalari kiygizishadi-ku, shunaqa prinsessadek bo'ladi. Mana bu yerda bitta mijozim adashmasa hozir kiyib yurgandilar. Yo'qlar, ha? Hozir kiyayotgan edilar. Hozir agar bironta mijozimiz kelsa, kiysa agar sizga uni ham ko'rsatib o'taman albatta. Ushbu ko'ylakchamiz zo'r afzalliklaridan bittasi sizga aytib o'taman. Pishnisi bo'lsa agar, keyingi narsa tikilishi. Buni qaranglar. Ko'p joyda mana bu narsa, mana bu setkani ustidan birdan atlas matos bo'ladi. Bunda
mana bunaqa kapron qilingan. Tagidan. Shtob ko'ylak birdek chiroyli turishi uchun kapron 2-3 qavatli qilingan. Shtob yaxshiroq turishi uchun 2 qavat qalindan va mana bu yerda 2 qavat, 4 qavat, 2 qavat yuqasidan qilingan kapronni. Chiroyli turish uchun. Va obruchi ko'rsataman 1, 2, 3 qavat bo'ladi. Obruchlari alohida yechiladigan va bu yuvib bo'ladigan. Obruchini yechsangiz agar osongina yuviladigan bu ko'ylakchamiz undan tashqari. Razmeri 2 yoshdan 11 yoshgacha to'g'ri keladi. Ushbu ko'ylakchamizning narxi biz boshida olib kelgan paytlarimiz 1,5 million, 1 million 700 ming so'm sotganmiz shu ko'ylaklarni. Hozirgi paytda esa fix va minimalniy sanaga o'tganligimiz uchun, hamma narsalarimizda tsanik borligi uchun narxini fix narxda sotyapmiz. Ya'niki 1 million 300 ming so'mdan. Plus lekin aynan sizlar uchun ushbu ko'ylakchamizga hozirgi paytda mana bunaqa chiroyli, ko'rsangiz mana bunaqa xo'sh, bu yerda o'zi 2 xili bor ekan. Uni bir 10 xilga yaqini bor. Koronachalarni bonusiga qo'shib beraman. Bularni o'zini alohida sotsak agar 50 ming so'mdan 100 ming so'mgacha sotamiz, lekin bularni aynan shu ko'ylakchalarni xarid qilganligingiz uchun bonusiga ham olib keta olasiz. Bemalol do'konimizga kelib ko'ylak xarid qiling va 100 ming so'mlik bonusni ham qo'lga kiritib keting.